Do'stlik tuman axborot kutubxona markazida navbatdagi yana bir muhim tadbir bo'lib o'tdi. G'azal mulkining sultoni Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan so'z bilan bunyod etilgan abadiyat nomli ma'naviy ma'rifiy musiqiy tadbir hamkor tashkilotlar bilan tashkil qilindi. Ushbu tadbirda Alisher Navoiyning hayot yo'li ijodi yana bir bor yodga olindi. Tadbirda Alisher Navoiyning g'azallari, sahna ko'rinishlari, Navoiy g'azallariga kuylangan qo'shiqlarga raqslar ijro qilindi. Tadbirda ishtirok etganlar buyuk shoir va mutafakkir davlat arbobi, G'arbda Chig'atoy adabiyoti hisoblanmish o'zbek adabiyotining eng yirik namoyandasi, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda hurmatga sazovor shaxs sifatida e'tirof etilishini, davlat boshqaruvida esa kuchli siyosatchi, asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbai ekanligi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Tadbirda 3-sonli bolalar musiqa maktabi kutubxonasi, xoreografiya sinfi o'quvchilari, 1-14 umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari va o'quvchilari ishtirok etdi.